Assalomu alaykum, ukalar tuzumsizlar. Xo'p, bizda yangi ranglarimiz mavjud. Ushbu rangimizni ko'rishinglar mumkin. Bu antrazitli mokri asfalt. Ko'pchilik mokri asfalt deydi, o'zi antrazit. Xo'p. Bizda bunga yengillik qilib mana bunaqa ko'rinishdagi falgamiz, alikabondlarimizni ham ishlab chiqarishni boshladik. Xabaringlar bor, yilning boshida bu narsani reklamasini bergan edik. Xo'p, bu uzoqdan ko'rinishi fasadda granit toshga o'xshab ko'rinadi. Neobichniy biz kreskalarini qalinligini, qancha vaqt xizmat qilib berishlarini hammasini ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, maslahatini beryapmiz. Xo'p, bunimiz qora, oddiy glyansiy qora yoki matviy qoradan ko'ra bu narsa boshqacha turadi. Mana o'zingizlar yonma-yon ko'rganingizda ham boya aytganimdek granit toshga o'xshab fasad qismida juda boshqa narsani ko'rsatadi. Nima deysizlar, akalar? Xo'p. Bunimiz shampay, ya'ni mis rangimiz ko'rishinglar mumkin. Bu ham juda boshqa narsani beradi, okay? Mana bu oddiylikdan ko'ra mana bunga o'xshagan narsa boshqa narsani ko'rsatib beradi, okalar. Xo'p. Bu bizda urf bo'lgan, ya'ni mokri asfalt yoki antrazitlardan ko'ra bular mana yonma-yon qo'yganingizda qanaqa go'zalligini ko'ringlar, okay? Bunaqa mahsulotlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfaga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa, ob'yomga tayyormiz 21 mikronda. Bu ya'ni iPhone 17 apelsinli rang. Menimcha bu ham bir boshqacha bo'lib chiqsa kerak. Yengillikni qidirgan, fasadida bir boshqa narsani kutayotgan insonlarga tashlab qo'yasizlar. Faqat bu Akfada bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, ukalar tuzumsizlar. Xo'p, bizda yangi ranglarimiz mavjud. Ushbu rangimizni ko'rishinglar mumkin. Bu antrazitli mokri asfalt. Ko'pchilik mokri asfalt deydi, o'zi antrazit. Xo'p. Bizda bunga yengillik qilib mana bunaqa ko'rinishdagi falgamiz, alikabondlarimizni ham ishlab chiqarishni boshladik. Xabaringlar bor, yilning boshida bu narsani reklamasini bergan edik. Xo'p, bu uzoqdan ko'rinishi fasadda granit toshga o'xshab ko'rinadi. Neobichniy biz kreskalarini qalinligini, qancha vaqt xizmat qilib berishlarini hammasini ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, maslahatini beryapmiz. Xo'p, bunimiz qora, oddiy glyansiy qora yoki matviy qoradan ko'ra bu narsa boshqacha turadi. Mana o'zingizlar yonma-yon ko'rganingizda ham boya aytganimdek granit toshga o'xshab fasad qismida juda boshqa narsani ko'rsatadi. Nima deysizlar?